Assalamu alaykum. Zabapchilik munbiriga barliq xonimlar, ma'lumot xeyirli bo'lsin. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz otushninki qaymoq turmali degan taomi. Buning yetarli materiallar bo'lsa, mal xamirga muvofiq miqdorda un, andan tuxumdan bir tal chekib etib, ozroq tuz qo'yib, pedimantinikidek yug'urimiz, tuzni faqat o'tib ketmasin. Bu g'o'da pishadigan bo'lg'achqa, xamirni tuzni o'tkazib o'tmaymiz. Xamirni chin qilib yug'urimiz. Yug'urib, men hozir xamir yug'urish tartibini olmadim. Odatdagidek yug'ursam bo'ldi. Buni shu pedimantinikidek yug'urimiz, chin yug'urimiz. Buni yug'urib tayyorlab bo'lgandan keyin maniga osh ko'kkitida pishmish uchun osh ko'ki mavu yerlik xam qaymoqqa mani to'g'natib qo'yib qo'yishga shunga menda holat bo'lib qoldi. Odatdagi xam qaymoq shu. Andan keyin quyruq may. Endi tayyorlab bosqichi o'taylik. Mana qaymoqlar quyruq mayni bunga solib mana mavu ertolga to'g'andagi mavu osh ko'kini mana solamiz. Osh ko'kini solib bunga aralashtirib keyin tayyorlaymiz. Xanım qizlar, unda bo'lsa bayamqi yiliqi osh ko'ki bilan qaymoq, quyruq mayning aralashmasiga ozroq oz miqdorda tuz solamiz. Men qo'shib tuz soldim hozir. Mana shu miqdorda bo'lib buni sovutimiz endi. Bu sovuq orliqda xamirimizni yeyib tayyor qilamiz. Xanım qizlar, mana endi men xamirni yeyib tayyorlab oldik. Buni qancha nepiz yaysangiz shuncha yaxshi ya. Lekin bek degidek nepiz qilib atmanglar, qishmisi chiqib qolib pishish jarayonida yaxshi olmaydi. Undan men hozir tayyorlagan qiymimizni qaymoq, quyruq may, osh ko'ki, ozroq tuzning aralashmasi bor. Uni tutib qo'yib, endi tekshir yeyimiz. Xanım qizlar, mana amsa, mendaq tekshir yeyib oldik, buni yo'gaymiz endi. Xanım qizlar, mana amsa, yo'gab, mani turmalab tayyor qildik. Buni endi mana shu jimbilda pishiramiz. Qaymini turmalab, mana jimbilga oldik. Endi buni ko'rg'i silib yarim soat pishiramiz. So'tirib ko'rishaylik xonimlar. Xanım qizlar, unda bo'lsa, mana turmal pishdi. Endi buni mana shu ikkilik qilib kesib, buni tayyorlaymiz. Endi buni taqsiga olamiz. Taqsiga elib chiroyli tizib iste'mol qilsangiz bunda. Xanımlar, unda bo'lsa, men taqsiga elib tizib, tayyorlab qo'ydim. Buni men qetixula yeymiz. Qetixula yesangiz deyishdi bo'ldi. Unda bo'lsa, bugun o'qidigan turmal darsimiz tamom bo'ldi. Oilasini topshirib